ekran yaxshi bo'lsa, ekran hammaga ko'rinayotgan bo'lsa, ovoz yaxshi bo'lsa, darsni boshladik. Ustozlar, mikrofoningizni o'chirib qo'ying. Birinchi savol. Animatsiya turlariga mos javoblarni tanlang. Ya'ni moslashtirishimiz kerak. Moslashtirishda bu PowerPoint savoli hisoblanadi. PowerPointning nazariy savoli bizda bilishimiz kerak, yashil animatsiya kirishni bildiradi. Yashil animatsiya kirishni bildiradi. Qizil animatsiya esa chiqishni bildiradi. Ko'rinishni esa sariq animatsiya bildiradi. Mana bu yerda yo'l bildirilgan. Animatsiya qaysi yo'l bo'ylab harakatlanishini. Yo'l bo'ylab harakatlanish bu pути перемещения. Harakatlanish. Guruhga rasmini ham tashlab qo'ydim. Yashil animatsiyalar vhod, sariq animatsiyalar выделение, qizil animatsiya chiqish va mana bunday chiziqlar orqali berilgani esa bu pути перемещения hisoblanadi. 1S, 2D, 3A, 4B. A javob. Ikkinchi savol. Faylning to'liq nomi ko'rinishida berilgan. Ushbu faylning to'liq nomidan foydalanib, quyidagi moslik to'g'ri bo'ladigan javobni toping. S bu bosh katalog hisoblanadi. S disk bosh katalog 1B. Program files bu katalog, bosh katalog ostidagi katalog hisoblanadi. Bosh katalogning katalog osti 2D. Uchinchi, PostgreSQL bu joriy katalog hisoblanadi. Qachon joriy katalog deb nomlanadi? Fayldan bir oldindagi katalog, faylning oldidagi katalog joriy katalog hisoblanadi. Bu yerda mana joriy katalog A, 3A. Oxirgisi fayl nomi. Faylning xususiy nomi bu yerda mavjud emas. yo'q. yo'q. B javobda ham, S javobda ham, D javobda ham bor. Moslashtirishga ham vaqt ketkazmasligi uchun shu tarzda ishlab olishingiz mumkin. Yoki bu tarafdan qarab, bu yerda foydalanilmaydigan qismini topib olamiz. Faylning xususiy nomi. Shu sababli buni olmaymiz. Faylning xususiy nomi qaysi bo'lar edi? Schoolning faqat o'zi berilsa, bu faylning xususiy nomi hisoblanadi. Agar u formati bilan berilsa, school.sql format birgalikda berilsa, bu fayl nomi hisoblanadi. Xususiy nomda formati berilmaydi. Keyingi savol. O'quvchi JavaScript dasturlash tili kompilyatorida ushbu dastur kodini yozdi. A teng 5 qiymati kiritilganda dastur qanday natijani ekranga chiqaradi? Keling, bu yerda biroz xatolik ketgan. A teng 5 deb berilgan, lekin kiritilganimiz n o'zgaruvchi n harfi bilan berilgan. N harfini 5 deb olib ko'ramiz. N teng 5. N teng 5. S teng 1. S ning qiymati 1 ga teng. S ning qiymati 1 ga teng.
I o'zgaruvchi birdan boshlanadi. I kichik n bo'lsa bajariladi, ya'ni 1 kichik 5 bo'lsa bajariladi. Birinchi s teng s plus n. S ga n ning qiymatini qo'shamiz. S ning oxirgi qiymati 1 ga teng, n ning qiymati esa 5 ga teng. Plus 5 barobar 6. Tekshiramiz. I teng 3 mi? I teng 3 bo'ladigan bo'lsa davom ettir. Yo'q, I teng 3 emas. Shu sababli davomiga o'tamiz. S teng s plus I. S teng s ning oxirgi qiymati 6, I ning oxirgi qiymati 1. Qo'shib olamiz 7. Endi I ni 1 ga oshiramiz, n ni 1 ga kamaytiramiz. I ni 1 ga oshirsak I teng 2 bo'ladi, n ni 1 ga kamaytirsak n teng 4 bo'ladi. S teng s plus n. S teng s ning oxirgi qiymati 7, n ning oxirgi qiymati 4. 11. I teng 3 mi? Tekshiradi. Yo'q, u holda bu if bajarilmaydi. Davomiga o'tamiz. S teng s plus I. S ning oxirgi qiymati 11. 11 ga qo'shamiz I ni. I ning oxirgi qiymati 2. 13. Keyin I ni 1 ga oshiramiz, n ni 1 ga kamaytiramiz. I ni 1 ga oshirsak 3, n ni 1 ga kamaytirsak 3 bo'ladi. Shart berilgan bizga. Agarda I kichik n bo'lsa bajarilsin. 3 kichik 3 sharti bajarilmay qoladi. Shu sababli s ning oxirgi qiymati 13. Ekranga 13 qiymati chiqadi. Lekin bu sinov uzda 13 javobini belgilasangiz xato javob chiqaradi, xato hisoblanadi. 6 ni to'g'ri javob deb bergan. Shunga 6 ni belgilagandim. Lekin 6 xato javob bu yerda. Bu savolga e'tiroz bildirishingiz mumkin. Keyingi savol. Excel elektron jadvalining A1, A5 maydoniga mos ravishda 1, 2, 3, 4, 5 sonlari va B1 katakchasiga quyidagi formula kiritilgan. B1 katakchadagi formulani B5 katakchasigacha avtomatik to'ldirish qo'llanilsa, B5 katakchadagi formula qiymatini toping. A, B, 1, 2, 3, 4 va oxirgisi 5. A1, A5 maydoniga mos ravishda 1, 2, 3, 4, 5 sonlari 1, 2, 3, 4, 5 sonlari. B1 katakchasiga quyidagi formula $A, $1 plus A2. Bu formulani B5 katakchasigacha avtomatik to'ldirish orqali qo'llaydigan bo'lsak, nusxalaymiz. B1 katakdagi formulani B2 ga nusxalaymiz. Dollarning davomidagilari o'zgarmaydi, o'zi qoladi. Bu yerda A o'zgarmadi, o'zi qoladi. 1 da 2 bo'ldi, 2 da 3 bo'ladi. Mana bu yerda $A, $1, bu yer esa A 1 da 2 edi, 3 da 4 bo'ladi. Mos ravishda o'zgaradi. $1, A5 va bu yerda A, $1 plus A6. Qiymatlarni hisoblab olamiz. A1 ga A2 ning qiymatini qo'shadigan bo'lsak 3, A1 ga A3 ni qo'shsak 1 ga 3 ni qo'shamiz 4, 1 ga 4 ni 5, 1 ga 5 ni 6 va oxirgisida A1 ga A6 ni qo'shishimiz kerak. Bizda A6 da qiymat bo'lmaganligi bois 1 ning o'zi qoladi. Yig'inda 1 ga teng bo'ladi. B5 katakchadagi formula qiymatini toping. B5 da bizda 1 chiqdi. S javob. Keyingi savol. Quyidagi keltirilganlardan qaysilari mulohaza bo'la oladi? Mulohaza bo'lishi uchun
u darak gap bo'lishi kerak, rost yoki yolg'onligini ayta olishimiz kerak. Shu shartlarga mos qilib tekshiramiz. Birinchi, telefonni zaryadga ulang. Bu darak gap emas, bu buyruq gap. Buyruq gap bo'lganligi bois bu mulohaza bo'la olmaydi. Suv 100 gradusda qaynaydi. Bu darak gap va bu rost. Rost yolg'onligini ayta oladigan bo'lsak, bu mulohaza hisoblanadi. Keyingisi, har bir to'g'ri burchakli uchburchakning katetlari teng bo'ladi. Bu yolg'on, lekin darak gap va yolg'onligini ayta olganimiz uchun bu ham mulohaza bo'la oladi. Yolg'on mulohaza bo'la oladi. Bizdan rost yolg'onligi so'ralmagan, faqat mulohaza so'ralgani uchun ikkinchi va uchinchi gaplar mulohaza bo'la oladi. S javob. Keyingisi, quyidagi turli sanoq sistemasida berilgan sonlarni kamayish tartibida joylashtiring. Buning uchun berilgan sonlarning barchasini o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazib olamiz. Birinchi, 100, 11, 1, 0, 0, ikkilikda. O'nlik sanoq sistemasiga o'tkazamiz. Buning uchun daraja beramiz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 ko'paytirilgan 2 ning 7 darajasi 128. 1 ko'paytirilgan 2 ning 4 darajasi 16. 1 ko'paytirilgan 2 ning 3 darajasi 8. 1 ko'paytirilgan 2 ning 2 darajasi 4. 156. Ustoz, Labbay. ekran keyingisiga o'tmaydi. Misol tushunib bo'lmaydi. Ekran sig'raydi. Hammada qarami ekran? Yo'q, bizda yaxshi-ku. Aniq ko'rinib turibdi. Yozuv tushunib bo'lmaydi. Uchinchi bo'yicha qolib ketdi misol. Sizda o'zi Ustoz, so'z yaxshi emas. internetingizni tekshiring. Sizda yaxshi ko'rinyapti, sizda o'zi so'z yaxshi emas. Ustoz, bu videolar anaqasi beradimi? Video zapisi beriladimi? Ha, video zapis beriladi. Ustozlar, ham ko'rinayotgan bo'lsa davom ettiraman. Ikkinchi, 222 8likda o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazish uchun daraja beramiz. 0, 1, 2. 2 ko'paytirilgan 8 ning 2 darajasi. 2 ko'paytirilgan 64 128 bo'ladi. 2 ko'paytirilgan 8 ning 1 darajasi. 2 kara 8 16 bo'ladi. 2 ko'paytirilgan 8 ning 0 darajasi. Bu 2 ga teng bo'ladi. 130 146 ga teng. Uchinchi sonimiz o'zi o'nlik sanoq sistemasida berilgan 148 o'nlikda. To'rtinchi sonimiz 9F 16lik sanoq sistemasida berilgan daraja beramiz 0,1. 9 ko'paytirilgan 16 F 15 soniga teng bo'lganligi uchun 15 ni qo'shamiz. 144 plus 15 159. Bizga kamayish tartibida joylashtiring deyilgan. Demak, eng kattasidan eng kichigiga qarab. Bizda eng katta son 159, to'rtinchisi, undan kichikrog'i 156, birinchisi, undan kichikrog'i 148, uchinchisi va eng kichigi 146. 4, 1, 3, 2. B javob. Keyingi savol. Word dasturida bir matn qismining rangi, shrift o'lchami, shrift turi kabi formatini ko'chirish uchun qaysi buyruq qo'llaniladi? Bu qo'llaniladigan buyruq format bu obraztsi hisoblanadi. Buni Wordda ham, Excelda ham yoki PowerPointda ham ko'rishingiz mumkin. Hozir rasmini tashlab beraman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ustoz. Buni inglizchasi qanaqa? Format bu obraztsinimi? Ha, inglizchasini aniq bilmayman, lekin mana hozir sizga piktogrammasi bilan tashlab qo'ydim. Shotkaga o'xshagan piktogramma, выставить, ya'ni kopiyalash, nusxa qilish, qirqish, shuning yonida turadi. Format bu obraztsi. Bizning rangni, shrift o'lchamini, shrift turini barchasini bizga nusxalab keyingisiga o'tkazib beradi.
Bu yerdan agar bilmasangiz ham, bu nima ekanligini bilmasangiz ham bu yerdan ko'rish mumkin. Barcha xususiyatlarni ko'chirishni aytyapti. Kopirovat barcha xususiyatni ko'chirmaydi, faqat matnni ko'chiradi. Svet text bu nomidan ma'lum, faqat rangini ko'chiradi. Bu rangini ko'chiradi. Mana bu esa nusxalaydi, faqat matnni nusxalaydi. Mana bu belgilangan matnning rangi hisoblanadi. Belgilangan matn rangi. Bizda faqat qolyapti format bu образцу. Agar bunday savollarni bilmagan holatingizda ham tarjimasiga mosini ko'rishingiz mumkin. Keyingi savol. Quyida berilgan mulohazalarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlang. JPEG, PNG, TIFF grafik formatlar hisoblanadi. Bu to'g'ri. Ikkinchi, RGB ranglar modelida rang tashkil etuvchilari 255, 255, 255 ko'rinishida sozlansa, oq rang hosil bo'ladi. Bu ham to'g'ri. Agar barchasi 0 bo'ladigan bo'lsa, bu qora. Barchasi 255 bo'ladigan bo'lsa, bu oq rang. Keyingisi, barcha GIF formatdagi fayllar harakatlanib turgan tasvirlar hisoblanadi. GIFning barchasi harakatlanib turgan tasvir hisoblanmaydi. Bu noto'g'ri. Oxirgisi, HCV rang modeli rang to'yinganligi, rang qiymatini anglatib, nomi unga asos bo'lgan 3 ta komponentning bosh harflaridan olingan. Bu ham to'g'ri. B javob. Keyingi savol. Ushbu blok sxemaga qarab, qaysi ifoda hisoblanayotganini toping. Keling ishlab ko'ramiz blok sxemani. P ning qiymati 1 ga teng, P teng 1. I ning qiymati 2 ga teng. I kichik bo'lsa 10 dan, I bizda 10 dan kichik. H bo'lsa P ga ko'paytiramiz. P teng 1 ko'paytirgan I 2 ni. I teng I plus 2. I ga 2 ni qo'shamiz. I teng 2 ga 2 ni qo'shamiz. 4. 4 ni kelib tekshiramiz. 4 ni tekshiradi. 4 kichikmi 10 dan. H bo'ladigan bo'lsa, P teng P ko'paytirgan I 2 ko'paytirilgan 4. I ni 2 ga oshiramiz. I teng 4 plus 2. Tekshiramiz. I kichikmi 10 dan. H bo'ladigan bo'lsa, P ga ko'paytiramiz. 2 ko'paytirgan 4 ko'paytirgan 6. Endi I ga 2 ni qo'shamiz. 6 plus 2. Yana tekshiramiz. 8 kichikmi 10 dan. H bo'ladigan bo'lsa, P ga ko'paytiramiz. P ning qiymati 2, 4, 6 ko'paytirilgan edi. Endi davomiga 8 ni ko'paytiramiz. I ning qiymatini 2 ga oshiramiz. Tekshiramiz. I ning qiymati 10 dan kichik yoki tengmi? H bo'ladigan bo'lsa, P ga qiymatini ko'paytiramiz. 2, 4, 6, 8, 10. I ning qiymatini oshiramiz. 10 plus 2. 12 kichikmi 10 dan. Yo'q bo'ladigan bo'lsa, P chiqarilsin. P ning oxirgi qiymati mana bu. Ekranga shuning natijasi chiqariladi, tugatilsin. Bu yerda nima qilinyapti? 2, 10 oraliqdagi juft sonlarning ko'paytmasini chop etadi. 10 ham kiradi. Mana bu yerda 10 kirmay qolgan natural sonlar ko'paytmasi xato. 2, 10 oraliqdagi natural sonning ko'paytmasini chop etadi. Yo'q, faqat juftlarni ko'paytiryapmiz. 2, 10 oraliqdagi juft sonlarning yig'indisini chop etadi. Yig'indisi emas, ko'paytmasini chop etyapmiz. Demak, A javob. Keyingi savol. Nuqtalar o'rnini to'ldiring. Kompyuter hujjatdagi belgilarni harflar, raqamlar, belgilar va so'zlar deb aniqlashi hamda ularni tushunishga imkon beruvchi qurilma. Bu belgini optik aniqlash qurilmasi hisoblanadi. Hozir buning ham nazariy qismini tashlab qo'yaman. Shtrix kod rayder nima? OKR va OMR nima? Ularning nazariy qismini guruhga tashladim. Keyingi savol. Javlon
oltilik sanoq sistemasida eng katta 3 xonali va eng kichik 3 xonali sonlarni yozdi va ularni qo'shdi. Hosil bo'lgan yig'indi o'nlik sanoq sistemasida qaysi songa teng? Oltilik sanoq sistemasida eng katta 3 xonali son bu 555 hisoblanadi. 555. Eng kichik 3 xonali son esa 100. Bu oltilik sanoq sistemasida ikkalasi ham. Ularni qo'shamiz. 5 ga 0 ni qo'shamiz 5, 5 ga 0 ni qo'shamiz 5, 5 ga 1 ni qo'shamiz 6, 6 oltilik sanoq sistemasida 10 ga teng. Endi buni o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazishimiz kerak. Buning uchun daraja beramiz. 0, 1, 2, 3. 1 ko'paytirilgan 6 ning 3-darajasi 216. 5 ko'paytirilgan 6 ning 1-darajasi 30. 5 ko'paytirilgan 6 ning 0-darajasi 5. 251. A javob. Keyingi savol. Quyida berilgan qaysi HTML kodi veb sahifada ushbu ko'rinishda chiqariladi? Birinchi bizga ko'rinib turgan tomoniga qaraylik. Bizda birinchi qatordagi yozuv kattaroq, ikkinchi qatordagi yozuv kichikroq. Demak, birinchisining o'lchami kattaroq, ikkinchisiniki kichikroq berilgan bo'lishi kerak. Birinchi javobimizda ikkalasining ham o'lchamini teng berilgan. Demak, bu emas. Ikkinchi javobda birinchisiniki kichik, ikkinchisinikini katta qilib bergan. Bu ham xato hisoblanadi. Uchinchi javobda ikkalasinikini ham bir xil qilgan. Bizda yozuv ikkalasi bir xil emas. Birinchisi kattaroq, ikkinchisi kichikroq. Va oxirgi javobda birinchisiniki kattaroq, ikkinchisiniki kichikroq. Bu to'g'ri kelyapti. Agar sizga berilgan savolda bu tarafidan bir xil javoblar bo'ladigan bo'lsa, davomini tekshiramiz. Keling, text allusion justify. Justify bu matnni ikki taraflama tekstlashni bildiradi. Ikki tomonlama tekstlaydi matnni. Mana bu yerda. Bu chap tarafdan. Bu ikki tomonlama. Bu o'ng tarafdan. O'ng tarafdan taxlangani yana chiqib ketadi. Bu ikki taraflama va chapga taxlangani uchalasi variant bo'lishi mumkin. Va yana davomini tekshirib boraveramiz. Agar bir xil bo'ladigan bo'lsa, lekin bizda mana bu o'lchamning o'zidan javob kelib chiqadi. Keyingi savol. Ushbu berilgan operatsion tizimlar va ularga oid ma'lumotlar to'g'ri moslik hosil qilgan javob variantini belgilang. Buning ham nazariy qismini hozir guruhga tashladim. Bu 10-sinf informatika 2021-yilda chiqqan darslikda berilgan ma'lumotlar hisoblanadi. Agar bu nazariy qismini bilmasak nima qilamiz? Keling biz biladigan tomonni ko'ramiz. iOS bu Apple'ning Apple'ning ilovasi ekanligini bilamiz. Demak, bu yerda bizda Apple javobi faqat bitta, 4B. Keyingisi Windows Microsoftniki ekanligini bilamiz. Bizda Microsoftli ikkita javob bor. Lekin DOS bu MS-DOS hisoblanadi. Buni ham Microsoft ishlab chiqargan. Keyingi Windows esa keyinroq chiqqan. 1994-yildan boshlab chiqib boshlagan va ko'p masalali, ko'p foydalanuvchili hisoblanadi. Shu sababli 2D bo'ladi. Va oxirgi Android esa mobil operatsion tizim S bo'ladi. 1. Android Linux operatsion tizim asosan smartfon va planshetlarga bo'ladigan bo'lsa, bu mana bu yer. Javob hisoblanadi ekan. Android Linux operatsion tizimi asosida yaratilgan ochiq kirish kodli operatsion tizim
asosan smartfon va planshetlarga o'rnatiladi. 1. Ikkinchi, Windows Microsoft kompaniyasi tomonidan shaxsiy kompyuterlar uchun ishlab chiqarilgan ko'p masalali va ko'p foydalanuvchili GUI imkoniyatlarini taqdim etuvchi operatsion tizimlar oilasi hisoblanadi. 3. MS-DOS 1980-yillarda Microsoft kompaniyasi tomonidan uchun ishlab chiqilgan disk operatsion tizimi hisoblanadi. Mazkur bir masalali operatsion tizim CLI interfeysida ishlaydi. Va eng oxirgisi 4. iOS Apple kompaniyasi tomonidan Macintosh kompyuterlar liniyasi uchun ishlab chiqilgan grafik interfeysga ega operatsion tizimlar oilasi. Yo'q. Mana bu yerda adashib ketdik. Buniki emas, iOS mana buniki. Mobil operatsion tizim. 4. Qisqa javob. Keyingi savol. Masofadan foydalanilayotgan kompyuterga tashqi resurslar, masalan, internetdan foydalanib, xavfsiz va shifrlangan ulanishni ta'minlaydigan texnologiya bu VPN hisoblanadi. Buni menimcha hammamiz bilsak kerak. Keyingi savol. Agar A. olma foydali, B. olma shirin mantiqiy mulohazalar berilgan bo'lsa, quyidagi mantiqiy ifodalarning qaysi biri olma ham foydali, ham shirin natijasini beradi? Bu yerda ikkalasi bir vaqtda bo'lganligi uchun va ifodasiga mos keladi va orasi ko'paytirish bo'ladi. Olma foydali va olma shirin mulohazasini olma ham foydali, ham shirin ko'rinishiga o'tkaza olamiz. Ma'nosi o'zgarmaydi. Agar ikkinchi B javobni ko'radigan bo'lsak, bu yoki yordamchi so'ziga mos keladi. Olma yoki foydali yoki shirin bo'lib qoladi. Bu to'g'ri kelmaydi. Mana bu yerda inkor A. Olma foydali emas yoki olma shiringa to'g'ri keladi va oxirgisi olma foydali lekin shirin emas. Shunga to'g'ri keladi. Mana bunisi. Olma foydali lekin shirin emas. Yoki olma foydali va shirin emas desak ham bo'ladi. Mana bu yerda olma foydali Hammaga eshitilyaptimi? emas Faqat Ha, eshitilyapti. yoki olma shirin. Mana bunisi. Olma foydali yoki olma shirin. Ma'nosiga olib kelib olsangiz bo'ldi. Mana bu olma foydali va shirin. Bunday savollarda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joyi bir vaqtda bo'lyaptimi yoki bittasi bo'lsa bittasi bajarilmayaptimi? Ana shunga e'tibor qaratishimiz kerak. Mana bu yerda ikkalasi bir vaqtda bajarilyapti. Olma foydali ham shirin. Demak, bu va ga to'g'ri keladi. Olma foydali va shiringa. Olma yoki foydali yoki shirin bo'ladigan bo'lsa, bu yokiga to'g'ri kelishi kerak. Inkor bo'ladigan bo'lsa, emaslarimiz kelib chiqadi. Keyingi savol. Siz onlayn shaklda foydalanuvchi ma'lumotlarni kiritmoqdasiz. Parol maydoni 8-16 belgidan iborat bo'lishi va kamida bir raqam va bir harf bo'lishi kerak. Validatsiya qo'llanilishi lozim. Qanday validatsiya turi bu maydonga mos keladi? 8-16 belgidan iborat bo'lishi bu diapazonni bildiradi. Diapazon emas, uzunlikni bildiradi. 8-16 belgi orasida bo'lishi kerak. Bu uzunlik tekshiruvi hisoblanadi.
Boshqa uzunlik tekshiruvi yo'q ekan. Kamida bitta raqam va bitta harf bo'lishi kerak. Bu muvofiqlik tekshiruvi hisoblanadi. Bitta raqam va bitta harfi. B javob. Keyingi savol. Shu yerda Sizda savol bo'ldi. aha, Hozirgi 16-savolda bu qaysi adabiyotdan berilgan shu savol? Parom maydoni validatsiya qilinishi kerak. Adabiyotlarimiz Kembrij adabiyotlari va undan oldingi 2020, 2021da chiqqan adabiyotlar. Kembrij kitoblari. Savolga tushunmagan. Hozir topib tashlab ham qo'yaman buni. Rahmat. 10-sinf informatika kitoblarida bor. Ular shu yangi savolga o'xshaydi. Rahmat. Darsliklarni bir qator ko'rib chiqishimiz kerak. Xo'p, davom ettiramiz. Sizda matnli fayl mavjud bo'lib, unda 2048 ta belgi mavjud. Bu fayl UTF-16 kodlashda saqlanadi. Fayl hajmini kilobaytda toping. Biz bilamizki, bir belgi 1 bayt hisoblanadi. Lekin bu standart faqat ASCII'ga tegishli. ASCII jadvaliga tegishli. Bir belgi 1 baytligi. Bir belgi 2 bayt hisoblanadi. Bu Unicode jadvaliga tegishli. Endi biz UTF-16 kodlashni topishimiz kerak. Bunda bir belgi necha baytligini. UTF-8da bir belgi 1 bayt. UTF-16da esa bir belgi 2 bayt hisoblanadi. Bizda 2048 ta belgi mavjud. 2048 ta belgi mavjud. UTF-16da bir belgimiz 2 bayt. Demak, 2048 ta belgimiz har biri 2 baytdan tashkil topgan. Belgilarimizning hajmini topib oldik. Bu hajmni kilobaytga o'tkazishimiz kerak. Buning uchun baytni kilobaytga o'tkazish uchun 1024 ga bo'lamiz. Qisqartiramiz. 2 kere 2 4 kilobayt. B javob. Keyingi savol. O'quvchi mushukcha sprayti uchun quyidagi boshlang'ich tozlamalarni o'rnatdi. Shundan so'ng ushbu skriptni ishga tushirdi. Agar o'quvchi shu skriptni o'zgartirmay, uni yana 3 marta ishga tushirsa, mushukcha sprayti egallaydigan x va y koordinatalarining qiymatini toping. Bizda berilgan koordinatalar: birinchi x ning qiymati 0 ga teng. Ikkinchi y ning qiymati ham 0 ga teng. Bayroq bosilganda tekshiramiz. Agar x ning pozitsiyasi 30 ga teng bo'lmasa, mana bu yer tenglikni tekshiryapti, oldidagi not inkor qilyapti. X ning pozitsiyasi 30 ga teng bo'lmasa, u holda x ning qiymatini 0 ga oshiramiz. Bu degani x ning qiymati o'zgarmaydi. X 0 ligicha qoladi. Y ning qiymatini 20 ga oshiring. Y ning qiymatini 20 ga oshirishimiz kerak. Y teng 0 plus 20 barobar 20. Move 10 steps, ya'ni 10 qadam yuramiz. Yurish x koordinata bo'yicha bo'lganligi bois x ni oshiramiz. X teng 10 qadam yuradigan bo'lsak, x 10 ga teng bo'ladi. Keyin yana bizda 3 marta ishga tushiriladi. Birinchi ishga tushirishimiz tugadi, endi ikkinchi ishga tushirishimiz. X ning pozitsiyasi 30 ga teng emas. Ha bo'ladigan bo'lsa, x ning qiymatini 0 ga oshir. X o'zgarmasdan qoladi. Oxirgi qiymati 10. Y ning qiymatini 20 ga oshir. Y ning oxirgi qiymati 20. Yana 20 ga oshiradigan bo'lsak, 40. Yana 10 qadam yur. 10 qadam yuradigan bo'lsak, bu x ga ta'sir qiladi. X ga 10 ni qo'shamiz. 10 plus 10 barobar 20. Endi 3-marta ishga tushiramiz. Uchinchisida x ning qiymati 30 ga teng emasmi? Ha bo'ladigan bo'lsa, yana x ning qiymatini 0 ga oshiramiz.
o'zgarmasdan qoladi. Y-ning qiymatini 20 ga oshiramiz. Y-ga 20 ni qo'shamiz. Y-ning oxirgi qiymati 40. 40 ga 20 ni qo'shadigan bo'lsak 60 bo'ladi. Yana 10 qadam yursak, x ga 10 qo'shiladi. 30. X va y koordinatalarini toping. Bizda x 30 ga teng, y 60 ga teng. S javob. Keyingi savol. Ba'zida firibgarlar telefon qo'ng'iroqlari orqali foydalanuvchilardan shaxsiy ma'lumotlarni olishga urinishadi. Ushbu xatti-harakat qanday ataladi? Phishing bu voice phishingning ikkalasining qo'shilgani. Ya'ni firibgarlarning ma'lumotlarni olishga urinishi bu phishing hisoblansa, telefon qo'ng'irog'i orqali qilinadigan bo'lsa, voice phishing bo'lib, bu wishing so'zini keltirib chiqargan. Demak, javob wishing. Endi smishing bu SMS orqali ma'lumotlarni o'g'irlashga aytiladi. Rootkit bu virus dastur hisoblanadi. Endi bizda qoladigani phishing, farming bor. Phishing foydalanuvchi havolani bosishga phishing havola orqali soxta havolani bosib, shu orqali aldashga asoslanadi. Soxta havolani bosib, aldashga asoslanadi. Farming esa foydalanuvchi to'g'ri manzilni kiritsa ham soxta saytga yo'naltiradi. Saytga yo'naltiriladi. Bunaqa firibgarliklarni barchasini bir-biriga solishtirib o'rganib olsangiz, esingizdan chiqmaydigan bo'ladi. Keyingi savol. Darslik 150 sahifadan iborat bo'lib, har bir sahifada 32 ta satr, har bir satrda esa 64 ta belgi mavjud. Darslikning axborot hajmini toping. 150 sahifa, har bir sahifada 32 satr, har bir satrda 64 ta belgi mavjud. Biz kitobdagi jami belgilarni topdik. Bir belgi 1 bayt bo'lganligi uchun bu baytda chiqadi. Kitob hajmini kilobaytda toping deyapti. Demak, 1024 ga bo'lamiz. 32 64 1024 qisqaradi va mana bu yerda 2 qoladi. 150 ni 2 ga ko'paytirsak 300 kilobayt. S javob. Keyingi savol. Agar A yolg'on, B rost bo'lsa, u holda quyidagi mantiqiy ifodalardan qaysilari bir xil qiymatga ega bo'ladi? Ishlab olamiz. B rost 1 ga ko'paytiramiz, inkor B yolg'on bo'ladi va ko'paytiramiz yana yolg'onni. Yolg'on hosil bo'ladi. Mana bu yerda birinchi rostga yolg'onni ko'paytiramiz va yolg'onni qo'shamiz. Yolg'on qo'shilgan rost ko'paytirilgan yolg'on. Bu yolg'on bo'ladi. Yolg'onning inkori rost bo'ladi. Mana bu yerda inkor A yolg'on inkori rost bo'ladi. Rostga ko'paytiramiz, rostni rost bo'ladi. Qo'shamiz, rostga yolg'onni ko'paytiramiz. Birinchisi rost, ikkinchisi yolg'on. Rostga yolg'onni qo'shsak rost. Mantiqiy ifodalardan qaysilari bir xil qiymatga ega? Ikkinchi va uchinchi qiymatlar bir xil rost bo'lib chiqdi. B javob. Ikkinchi va uchinchi mulohazalar bir xil qiymatga ega. Keyingi savol. JavaScript dastur natijasini toping. A, B, S o'zgaruvchilar berilgan. Ekranga natijani chiqarishimiz kerak. Keling ishlaymiz. A plus 8 plus B ko'paytirilgan S.
3 ko'paytirilgan 2. Ayiramiz. A mod B. A'ni B'ga bo'lgandagi qoldiq. A 8 ga teng, B 3 ga teng. 3 kare 2 6, 6 ga 8 ni qo'shsak 14, 14 dan ayiramiz, 8 ni 3 ga bo'lgandagi qoldiq 2 ga teng. Javob 12. Keyingi savol. Ushbu HTML kodi orqali hosil qilingan jadvaldagi birlashtirilmagan kataklardagi sonlar yig'indisiga barcha kataklar sonining ko'paytmasini aniqlang. Table jadval hosil qilishni boshlaymiz. TR birinchi qator hosil qilinyapti. Birinchi ustun TD 7. Birinchi ustunga 7 ni yozamiz. TD yakunlandi, keyingi TD, keyingi ustun ochildi. Bu yerda 8 yozildi. Keyingi ustun TD 6 va oxirgisi rowspan 2 bor. Bu degani ikkita qatorni birlashtir degani. Mana bu yerda ikkita qatorni birlashtiramiz. Va bu yerga 16 soni yoziladi. TD yakunlandi, TR yakunlandi. Qator ham yakunlandi mana bu yerda. Keyingi qator boshlandi. TD colspan 2. Bu ikkita ustunni birlashtirishni bildiradi. Mana bu yerdan ikkita ustunni birlashtiramiz. Bu yerga 18 soni yoziladi. Ustun yopildi, ustun ochildi va bu yerga 9 yozildi. Ustun yopildi, qator ham yopildi, jadval ham tugadi. Endi birlashtirilmagan kataklardagi sonlar yig'indisiga birlashtirilmagan kataklar 1, 2, 3, 4 yig'indisini hisoblaymiz. ga teng. Barcha kataklar sonining ko'paytmasini aniqlang. Barcha kataklarni sanaymiz. 6 ta katak bor. Ko'paytmasi 180. A javob. Keyingi savol. Excelda A1, A6 va B2, B6 katakchalar blokidagi sonlardan eng kichigining chapdan ikkinchi raqamini aniqlaydigan formulani ko'rsating. Birinchisini tekshiramiz. Lefsim funksiyasi chapdan ikkita belgini olishni bildiradi. A1 B6 qilgan va A1 B6 bu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. AB. A1 B6 blok bu yerda barchasini bildiradi. Lekin bizga A1 A6 mana bu yer. A1 A6 B2 B6 B1 kataga qo'shilmagan. Demak bu xato. Ikkinchi A1 B6 bu yerda ham B1 kataga qo'shilib ketgan. Bu ham xato. Keyingisi min A1 A6 B2 B6 dagi kichik sonni topib beradi, lekin lefsim funksiyasi ikkita belgini oladi. Chap tarafdan ikkita belgini oladi. Ikkinchi raqamni emas. Masalan 123 soni bo'lsa 12 ni oladi, 2 ni emas. Endi oxirgisi A1 A6 B2 B6 berilgan blokdagi eng kichigini topib beradi. PSTR funksiyasi ikkinchi belgidan boshlab bitta belgini oladi. Mana ikkinchi belgidan boshlab bitta belgi oladi. Bu ikkinchi raqamni aniqlaydi. Demak, D javob to'g'ri ekan. Keyingi savol. Quyida Python dasturlash tilida yozilgan dastur kodi berilgan. X o'zgaruvchining qiymati qanday bo'lganda dastur natijasi 12 ga teng bo'ladi? Keling ishlaymiz. X kiritildi, A ning qiymati 7 ga, B ning qiymati 8 ga teng. B ni tekshiramiz. 10 dan kichikmi? 8 10 dan kichikmi? Ha, u holda mana bu if ga o'tamiz. A 0 dan kattami? 7 0 dan katta. Ha bo'ladigan bo'lsa X ga 6 ni qo'shamiz. X ning qiymati X plus 6 ga teng. Bajarildi. A ni tekshiramiz. A 5 dan kattami? 7 5 dan katta.
Ha bo'ladigan bo'lsa x ga 5 ni qo'shamiz. X ning qiymati bizda x plus 6 edi. Mana bu x ning o'rniga yozdim. Unga 5 ni qo'shishimiz kerak. Endi tekshiramiz. A 10 dan kichikmi? 7 10 dan kichik. Ha bo'ladigan bo'lsa mana bu qism bajaradi. X teng x ga 4 ni qo'shamiz. X mana bunga teng. X plus 6 plus 5 ga teng. Unga 4 ni qo'shamiz. Bajarildi. Shu sababli mana bu iflar bajarilganligi sababli elif bajarilmaydi, tekshirilmaydi ham. Demak, x ning qiymati mana bunga teng. X teng x plus 15. X plus 15 12 chiqishi uchun x nechaga teng bo'lishi kerak? Bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, minus 3 ga teng. A javob. Keyingi savol. Toshbaqa grafika asosida yaratilgan dasturning natijasi quyidagi ko'rinishga ega. Dasturga mos kodni toping. Izoh. Toshbaqaning boshlang'ich joylashuv holati qizil chiziq strelka bilan ifodalangan. Demak, toshbaqamiz tepaga qarab turibdi. Agar mana bu repitlar har javobda har xil bo'ladigan bo'lsa, siz mana bu zinani sanashingizga to'g'ri keladi. Lekin bizda barcha javobda 20 bo'lganligi bois sanashning hojati yo'q. Demak, 20 ta zinamiz bor ekan. Sanab o'tirmaymiz zinalar sonini. Endi zina chizadigan kodni topishimiz kerak. Birinchi A javobni tekshiramiz. Right 90. Birinchi 10 ga burilishimiz kerak. Tepaga qarab turibdi toshbaqamiz. 10 ga burilishimiz kerak. Demak, bu tarafga qaradik. Bu 10 qadam orqaga yurishni bildiradi. 10 qadam orqaga yuramiz. Left 90 bu tarafga qarab turibmiz. Chapga buriladigan bo'lsak, pastga qarab qoladi. Backward 10. Yana orqaga 10 qadam yuradi. Bu tarafga 10 qadam yuradi. Zinamiz teskari qarab ketyapti. Mana bunday zina chizadi bu. Bu xato. Ikkinchi. Forward 10. Tepaga qarab turibmiz, 10 qadam oldinga yuramiz. Left 90. Chapga 90 gradus burilamiz. Yana forward 10 yuramiz, chapga 90 gradus burilamiz. Bu tarafga qaradik. Yana forward 10, yana chapga 90 gradus. Bu kvadrat chizishda davom etaveradi. Bu ham xato. Keyingisi. Forward 10, tepaga 10 qadam, right 90, 10 ga 90 gradus burilamiz. Bu tarafga qaradik. Forward 10. Yana 10 qadam yurdik. Left 90. 90 gradus chapga burildik. Bu tarafga qaradik. Bu birinchi zinamiz. Bir takrorlashimiz. Buni 20 marta takrorlashimiz kerak. Va hokazo. Shu tarzda 20 ta zina chiziladi. S javob to'g'ri ekan. Keyingi javobni ham tekshirib ko'raylik. Forward 10, right 90. 90 gradus bu tarafga buriladi. Yana forward 10, right 90 bu tarafga buriladi. Forward 10, right 90 bu tarafga buriladi va shu kvadratni ustma-ust qayta chizaveradi. Bu ham xato ekan. Demak, S javob to'g'ri. Tepaga qarab zina chizib ketishi uchun o'ng tarafga S javob to'g'ri keldi. Keyingi savol. Dastur natijasini aniqlang. Bizga massiv berilgan, A massivi qiymatlari mavjud. X teng 0. X ning birinchi qiymati 0 ga teng. Len A bu massivning uzunligini hisoblab beradi. 6 ta qiymatga teng, 6 ga teng, uzunligi 6 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak, Y ning qiymati 5 ga teng. Ustozlar 5 daqiqa biroz to'xtab turamiz.
Davom ettiramiz ustozlar. Qizim kichikroq bo'lganligi uchun uzr tanaffuslar bo'ldi. Dastur natijasini aniqlang. Bizga massив berilgan, x ning qiymati 0 ga teng, y ning qiymati 5 chiqdi. Chunki uzunlik 6 ga teng, 6 dan 1 ayirdik 5. Takrorlash operatori boshlanyapti. Mana bu qismning barchasi takrorlash operatoriga kirib ketadi. I in range len a. Bu yerda i ning qiymati 0 dan boshlanadi, len a 0 dan boshlanadi. Len a 6 ga teng bo'lganligi uchun 6 gacha davom etadi, lekin 6 ning o'zi kirmaydi. If i ni 2 ga qoldiq bo'ladigan bo'lsak, 1 dan kichikmi? Ya'ni i ning juft yoki to'qligini tekshiryapmiz. Agar i juft bo'ladigan bo'lsa, shart bajariladi, bo'lmasa bajarilmaydi. 0 ni 2 ga bo'lamiz, qoldiq 0 ga teng, 0 1 dan kichik. Juft sonlarda shart bajariladi, to'q sonlarda bajarilmaydi. U holda ekranga ax ni chiqaring. A bu massiv bo'ladigan bo'lsa, ustozlar mikrofoningizni o'chirib qo'ying. Kimning mikrofoni yoniq?
Davom ettiramiz. AX. X ning qiymati bizda 0 ga teng. A0 ni birinchi ekranga chiqaramiz. A0 bizda 2 ga teng. Indekslash 0 dan bajariladi, 0 dan boshlanadi. 0, 1, 2, 3, 4, 5. A0 bu 2 ga teng. Birinchi ekranga 2 chiqadi. Mana bu yer bo'sh qism tashlab ketiladi. Orasidan mana bu yerga bitta probel tashlanadi. X ning qiymatini 1 ga oshiramiz. X ning oldingi qiymati 0 edi. 1 ga oshiradigan bo'lsak 1 ga teng bo'ladi. Keyin I teng 1 bo'ladi. 1 ni tekshiradi. 1 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam, qoldiq qismi 1 dan kichikmi? 1 1 dan kichikmi? Yo'q. U holda else qismi bajariladi. Print AY. Y ning qiymati 5 ga teng. AY A5. A5 bizda 1 ga teng. Y ning qiymatini 1 ga kamaytiramiz. Y ning qiymati u holda 5 dan 1 ni ayiramiz, 4 ga teng bo'ladi. Ustozlar, mikrofoningizni o'chirib qo'ying. Azizbek degan so'zni mikrofonlari. Davom ettiramiz. I ning qiymati 2 ga teng bo'ladi. 2 ni 2 ga bo'lganimizda qoldiq 1 dan kichikmi? 0 1 dan kichik. Ha bo'ladigan bo'lsa AX ni chiqarishimiz kerak. X ning oxirgi qiymati bizda 1 ga teng edi. A1 ni chiqaramiz. A1 1 ga teng. Mana bu yerda AY A5 1 ga teng chiqdi. Mana bu yerda A1 1 ga teng. Buni ham chiqaramiz. I teng 3 uchun 3 ni 2 ga bo'lganda qoldiq 1 ga teng. 1 1 dan kichikmi? Yo'q. U holda else qismi bajariladi. AY. Y ning qiymati 4 ga teng. A4 ni ekranga chiqaramiz. A4 0 ga teng. I teng 4 bo'ladi. I teng 4 bo'lganida tekshiramiz. Ha, juft bo'ladigan bo'lsa AX ni chiqarishimiz kerak. Mana bu yerda X ning qiymati 1 ga oshirishimiz kerak edi. X ning qiymati 1, 1 ga oshiradigan bo'lsak 2 ga teng bo'ladi. AX ni chiqaradigan bo'lsak A2 3 ga teng. 3 ekranga chiqadi. Va oxirgi I teng 5 uchun 5 toq bo'lganligi bois bu shart bajarilmaydi. Bu qismga o'tadi. AY. Y mana bu yerda 1 ga kelmagan edi. Y ni 1 ga kamaytiramiz. AY 3 ga teng. A3. A3 ning qiymati bizda 4 ga teng. Ekranga 4 chiqadi. Bu misolni ishlashda oxirigacha ishlashning keragi yo'q. Siz birinchi sonini topib olsangiz, javoblarda 2 dan boshlanadigan faqat bitta javob mavjud. Oxirigacha ishlashingiz shart ham emas. Agar bir xil javoblar bo'ladigan bo'lsa, mana bunday 0 dan boshlanadigan yoki 1 dan boshlanadigan yoki 2 dan boshlanadigan ikkita bir xil javob bo'ladigan bo'lsa, davomini ishlashingiz mumkin. Lekin birinchi javobdan bunday javob boshqa yo'q bo'ladigan bo'lsa, bitta sikl bajartirasiz va javobni belgilab ketsangiz ham bo'ladi. Vaqtdan yutish uchun. Keyingi savol. Scratch dasturida quyidagi bo'limning vazifasi nimadan iborat? Bu sahna uchun font tanlash. Mana bu yerda fontni chiqarib, mana bu yerda o'zimiz yozishimiz mumkin, mana bu yerda chizib olishimiz mumkin, mana bu sehrli palchika hisoblanadi. Ya'ni sahna uchun font tanlash. Keyingi savol. Quyida berilgan mulohazalarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini aniqlang. Word dasturida abzasni to'liq belgilash uchun shu abzasdagi ixtiyoriy so'zning ustiga sichqonchaning chap tugmasini 2 marta bosish kerak. Noto'g'ri 3 marta bosish kerak. Abzasni belgilash uchun 2 marta bosilganda faqat bitta so'zni belgilash amalga oshiriladi. Word dasturida backspace tugmasini bosish orqali
kursordan o'ng tomonda turgan belgi o'chiriladi. Mana bu kursor bo'ladigan bo'lsa, backspace bu tarafini o'chiradi, ya'ni chap tarafini. Demak, bu ham noto'g'ri. Word dasturida belgilangan abzatsni sahifaning ikki tomoni bo'yicha tekstlash uchun Ctrl+K tugmalari kombinatsiyasi bosiladi. Ikki tarafini belgilash uchun Ctrl+J tugmasi bosiladi. Bu ham noto'g'ri. Ctrl+K gipersilka hisoblanadi. Gipersilka. Word dasturida delete tugmasini bosish orqali kursordan chap tomonda turgan belgi o'chiriladi. Bu backspace hisoblansa, delete kursordan o'ng tomondagisini o'chiradi. Bu ham noto'g'ri. Berilgan mulohazalarning barchasi noto'g'ri. B javob. Keyingi savol. Lokal kompyuter tarmog'ida joylashgan A kompyuterning IP manzili quyidagi ko'rinishda ekanligi ma'lum. Ushbu kompyuter bilan bir xil tarmoqda joylashgan B kompyuterning tarmoq maskasini toping. Bir xil tarmoqda joylashgan kompyuterlarning barchasining maskasi bir xil bo'ladi. Demak, biz B kompyuterning maskasini topish uchun A kompyuterning maskasini topishimiz yetarli ekan. A kompyuterning IP manzili 192 168 10 45 24. Buning maskasini topadigan bo'lsak, bu sondan foydalanamiz. Bu 24 soni maskadagi birlar sonini bildiradi. Maskadagi birlar soni. Maskada 24 ta bir mavjud ekan. 24 ta birni yozib olamiz. 8 8 8. Qolganini nollar bilan to'ldiramiz. Bu ikkilik sanoq sistemasida bo'ladi. Buni o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazadigan bo'lsak, 255 255 255 0 bo'ladi. B javob. Ustozlar, bugungi tahlilimizni shu yerda tugatamiz. Davomini yana ishlab beraman yoki video darsini qaytadan o'zim yozib tashlab qo'yaman. Uzr, noqulayliklar uchun hammaga rahmat, xayr.